Yaxşımı sizler ekran aldığındaki qadarlı görürmenler, tordaşlar. Görüp atqanыңlar Şinjan Təmizat Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik şirketi bilan Şinjan Kökləm Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik şirketi birləşib işləgan. Şundaqla Şinjan Elnuri Yezigilik Pən Texniki Taraqqiyat Çəklik şirketi xas tacıdarlığını üstüge alğan kündə yenidən proqramısı. Ben riyasətçi dostlarla Gülgina Tursun. Programımızın xas tacıdarlığını Şinjan Elnuri Yezigilik Pən Texniki Taraqqiyat Çəklik şirketi xas üstüge alğan. Qadirli görürmen dostlar, programımızı istimalımızga yeni tür bulup sınıp kirgen. Şundaqla her xil təmdiki qolaylık açıq-çüçük yemeklikler bilen xalqımızga tonulgan Şinjan Lazıxan Yemeklik Pən Texniki Çəklik şirketi alahida qolladı. Şunun bilen birge yana turmuşumuzga intayin çoğun qolaylıqlarını elip kelivatqan mulazım subsidiya alahida talab qildi. Şundaqla yana muşu Muyassar Xanım markasidagi rangli seriq aşlar bilen istimalchilarning eng yoqtirishiga erishgan Şinjan Muyassar Yemek İçmek Tarbiyalash markazimi programmamiz bilan alayda hamkorlik o'rnatdi. Muşu munosabatda bu o'rinlarga alayda rahmatimizni bildiramiz. Qadrli ko'rurman do'stlar, programmamizning ismidan chiqib turdi va kunda yangi tam programmasi. Biz har bir son programmamizda o'xshamagan aziz mehmonlarimizni programmamizga taklif qilib, o'zining oshpazlik jihatdagi talantini namoyon qilib kelyotdi. Ham o'xshamagan təmdiki şundaqla hər xil türdəki taamlarni bizning huzurimizga sunyotdi. Xo'sh, bu son programmamizda qaysi oshpaz usta qandaq esil taam yeb keldi? Birlikda ko'rib baqaylik. Bu son programmamizga alay taklif qilingan aziz mehmonimiz bo'lsa, Qosimjon ustam qarshi olamiz. Mana programmamiz orqali yana bir qatim yuz ko'rishdik. Undaqda görürmenler bir salımınızı yolu ötemsiz. Ekran aldığındaki aziz görürmenler, tordaşlar, temtanışaş üstüse Kasımcan ustamdan salam. Mana aldığımızdan programlarımızda bizdenki şu özünüzge belik korumuz ekegentinize. Açık şorpuluk, belik kavupi. Ondaqda bugün görürmenlerge şundaqla programımızga qaysi xil tamaqni olib keldingiz? Bugün ben hem de hemmimizge tanışıp olan Petermanta. Xo'sh, undaqda Qosimjon ustamning qo'li tayyorlangan Petermantaning tafsilotini ko'rib baqaylik. Undaqda kerakli xurishlar. Kerekli xurishlar, göç, piyaz, tuz, qarmuch, tuxum, Elnurninki, uni. Albatta, mushu ximir tamoqlarda bizningki kam bo'lsa bo'lmaydigan 5 dan xoli Elnurining organik yeşil ulri. Undaqda biz ximirni yug'urib olaylik. Oldindan ximir yug'urib olaylik. Bugun qancha kishilik Petermant etmoqchi? Odatda biz endi mush 2,5 kiloluk unga Elnurning 1 kilo un odatda 90 dan 100 gacha Petermant chiqadi, o'lchamlik, biz assaq. Odatda oilada tuzni unning 4 kilo sepadi ekan endi. Buningda biz kasbiylikdan aytsak ham yaxshi aralashmaydi deb qarab, shuni biz aldalik tuzni suyu tanishib olamiz, shunami? Endi tuzni biz tetig'idek olamiz. Petermantiniki xemiri salt iti, lag'mannikidan chingaroq chiqadi. Tuxumningmi o'xshashlar, eqini arvilib ishlatamiz. Aldığımızdan bir necha programmalarımızda şu aşpaz ustamlar ximir tamoqlar tuxum chekkanda asosan oq seriqini birlashtirib ishlatgan shunaqo. Undaqda şu tuxumning iqi bilan seriqini ayirib oldik, shunaqo. Hozir biz tuzni quydik tetig'idek holatda. 2 tal tuxumning iqini chaqdik, undan keyin odatda shu 1 kilo unga 380 ml. Bo'lmasa endi ishtikroq itimizdek 400 ml atrofida su qo'ysak bo'ldi. Saqashib qoldi. Mana keyin bir aralashtirib o'tgandan keyin Mush Petermantning ximirini nima sovuq suvda yug'urmiz, shunami? Issiq suvda yug'ursak ham bo'ldi. Petermantning ximirini yug'ganda cho'qim itini chingroq olamiz odatda. Baymi deb o'tdim, lag'mannikidan chingroq olsak bo'ldi. Mana mushalat kelgandan keyin biz ximirni 15 minut atrofida tindirib olamiz. Bu vaqtdan foydalanib biz qiyma qilsak bo'ldi. Undaqda Qosimjon ustam, ximirimiz tingicha qiymamizni qilib olaylik, shunami? Bo'ldi. Oldi bilan. Biz avvalkin ko'ktatdan boshlaymiz. Piyoz to'g'raymiz. Yo'q. Piyozni mana shu shoxliqda Endi biz qo'y go'shtini to'g'rab olamiz. Qo'y go'sht olgan chig'imizda asosan pesh go'shtni qiymliq tamoqlarga ayirdik. Ama go'shtni ham chiroyli ishtaqiliqi qanchalik to'g'raymiz desak, to'ng'ishni to'ng'iltib qo'yib, undan keyin to'g'arsak chiroyli chiqadi. Chiroyli chiqadi. Yana qiyma mashinasida to'g'agan qaraganda yana choydarni qo'lda olsak, yana shuniki bir xil suluq Tam boshqacha sho'rpuliq bo'ladi ekan. Tam yaxshi chiqadi.
lekin cho'qim ushshaq to'g'rishimiz kerak buni. Kalgo'shtni ishlatib qolsinmi? Yani qapqara go'sht bo'lsa, suv olmaydi. Qo'yning quyruq meyi bo'lsa, quyruq maylar bilan aralashtirib yoki aralashtirsak bo'ldi. Qiymini mo tayyor qilib oldik mana. Endi tamlantiramiz buni, shunami? Biz buningga tuzdan tetikroq holatda, ya'ni tuz 12 grammdan 15 grammgacha atrofida. Hamda 15 gram tuz tetmaydi, endi mavi bayi Yamanlaşqan tuxumdan aqi tuz bor mana unda. Tuz ishlataylar. Uni kim qarmishdimmi? Yaxshi qarmish qolsa 10 gram atrofida tetiydi. Endi ma qarmish endi haqiqatan qiraqdir shundan ochgan. Qarmishni mencha endi muvofiq miqdorda solsa qoldi-ku deyman. Bu ochiq bo'lib qolgan ahvol bo'lib qoldi. Tetib ketsin bo'lmaydi tabii. Texnik sho'rtliq pez chiqadi. Suluqroq. Yana azroq berma. Burada qiymətini. Qarmishning shunchalik quruq urilyapti hozir. Mavi suv bayatimiz ximiy yuqoriga ishlatgan tuz suvi. Uning hamda tuxumning seriqini, iqini qaytib Qosimjon ustam nihoyatda pamlik bilan isrof qilib etmasdan ham shu qiymaga ishlatib Endi cho'qqin bu Petermantning qiymasiga Musta tuxumning iqi bilan aralashtirib, unda o'ylab bo'lmaydi. Yaxshi deb berdingiz. Unda o'ylab bo'lmaydi. Odat suv qo'ysin bo'ldi. Biz qiymini qilib bo'ldik. Endi bu tamlangicha 15 minut bo'shanbo orqali büyüklab qo'yamiz. Gulgina hamsa bizning xamirimiz tilib tayyor bo'ldi. Biz buni qilib tayyor qilamiz endi. Bor kuchimiz bilan ishlaymiz ganda buningga. Endi buni biz kichik uzimiz. Voy, xamirga mushalatda. Mana. O'lcham bilan o'zimiz shunami? Men endi kasbiy qilyapman endi. Navoiylar ishlab qiladi. Undan keyin mahalat qilsam bo'ldi mana. Mandaqchi? Anda qilsam bo'ldi, ammo shu ikki xilni bildik ekanman. Yo'q. Men shu ara ikki xilni bildik ekanman endi. Bir qo'limizda biz birdan qilamiz odatda. Mana har birisini qurg'ullab. Chaplashib qolmaslik uchun. Eng yaxshisi ishda qilay. Tez qildik ekanman. Oilada ko'rmalarida o'zimizning Petermantni doim etadigan tamoqimiz. Endi bu Qosimjon ustam kasbiy bo'lganlik uchun ham vaqtni o'tish uchun shu ikki qo'lda o'malab qilyapti. Bu mashg'ulotni o'zimizning kungunimiz bo'yicha nayli chiroyli sifatli holda ipasaq bo'ldi shunday Qosimjon ustam. To'g'ri. Biz zo'lni tayyor qilib oldik, ham jildni ochamiz, ha? Etishni boshlaymiz shundaymi? Biz odatda jildniki 2 yerini bassaq, bu o'zligida mana shunday cho'giladi. Cho'gilaydi. Cho'rsi, nepez o'ttirsa biza cho'rishga qaraganda qilaroq chiqadi. Cho'qim ochgan chig'imizdan nepez o'lchamli holatda ochamiz, ha? Mana Qosimjon ustam jildlarni shunday chiroyli ochib oldik. Siz mush jildni ochqicha men sizga yordamlashib, suvlarni qaynatib tayyor qilib bo'ldim. Undan keyin bu qurug'inni qiqyapmiz, yengillik bilan. Endi navbatda tugishni boshlasak bo'ldi. Suv qaynay deb qoldi-ku deyman. Endi biz qasqanni bir maylayotgan ekan birinchi bosqichda. Bevosita qasqan shunday. Sana 1 2 3 1 Aşpaz ustamlarning tugishi usuli o'xshamaydi, mantani. Ishlayotgan restoranlardan bo'shanib turgan vaqtimizda asosan kichik tugimiz. Mana Qosimjon ustam shunda chiroyli tugib oldik. Undaqda qasqan solamdik. Pishqandiroq ham. Pishqandiroq yemam. Hammaga olmaydi. Mana dimlab oldik. Undaqda odatda Petermantning turish vaqti, pish vaqti qancha bo'ldi? Shu vaqt bo'lsa 15 minutdan 20 minutgacha. 15 minut 20. Mesela oilalardagi gazning o't kuchiga nisbatan 20 minut turg'izsak muvofiq. Qaynagandan keyin 18 minut atrofda bizning mantimiz to'liq pishib bo'ldi. 18 minut olsak tamoman bo'ldi. 20 minut demlaylik. 20 minut demlaylik, ha, endi. Ko'rurmanlar mana mantinim tayyor qilib qasqan selib oldik. Endi mishada shu bir qator o'rinlar bor Qosimjon ustamiz o'zimizning tashakkurini, rahmatini bildirdigan. Albatta programmamizning xos tajidorligini o'z ustiga olgan
sağlamlığımız üçün sunulğan Elnuri markasidagi 5dan xoli organik yeşil mahsulotlar bilan xalqimizning e'tirof qilishiga erishgan Şinjan Elnuri yezigilik fen texnika taraqqiyot cheklik shirkatiga shuning bilan birga yana programmamizni izchil qo'llab kelayotgan iste'molimizga yangi tur bo'lib singib kirgan Muşu özünün her türlü kolaylık açık-çuçuk yemeklikleri bilen iste'molchilarimizga yoqqan Şinjan Lazixan yemeklik fen texnika cheklik shirkatiga Şunun bilan birga yana programmamizni alohida talab qilgan turmushimizga intayin cho'ng qulayliklarni olib kelgan mulozim subsidiyaga bu alohida rahmatimizni bildiramiz. Oxirida yana mush programmamiz bilan izchil hamkorlashib kelayotgan shu Muyassar xonim markasidagi Rampiza seriq ashlari bilan xalqimizga tonilgan ham iste'molchilarimizning yaxshi bahosiga erishgan Şinjan Muyassar yemek-ichmak tarbiyalash markaziga mu alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Muyassar xonim desangiz, biz ham Muyassar xonimniki Rampiz ismi kelyapti. Men bu Muyassar xonim Rampiz shunda amroqchi. Voy Qasimjon ustam siz emas, Mamabek amroq har qanday shu. Chovshiyladimi bu satadi bizning. Talla bozorladimi? Ekrimiz endi. Albatta shu bo'lsa sizning qo'lingizdan yetaklab opirib ash konsultantiki Muyassar xonimning dukkuniga kirib toza shu issiq choyni damlab qo'yib Rampiz seriq ashlardan eg'iz tegib kelsa qo'shundan yaxshi bo'ladi. Lekin endi shu bugungi kunlikda bizning program guruhimizda hozir vaqtsal jiddiy bo'lib qoldi. Shunda bo'lgan ekan, nihoyatda qulaylik bo'lgan, bizga ham yiqishlik bo'lgan, ham bir xil rampizni tayyorladim. Unda biz ko'rib tetib baqaylik. Tetib baqandoq. Lazixan qulaylik rampisi. Yaxshimisiz? Rahmat. Voy, endi siz nima bo'rdingiz? Men tamoq yeyapsam bu yerda. Voy shu, qarang, endi mavu mulozimdan buyurgan, bizning uydagilar buyurgan tamoq. Necha kunning yog'izi o'zingiz bilasiz, program suratga olamiz deb intayin kash qilyapmiz. Ham jaboliq ishlayapmiz. Endi bu tamoq balki mishalki program guruhimizdagi xodimlarga balki arada yetishi mumkin. Shunga endi qulay bo'lsin uchun mushni balamga beribdim emasmi bitta. Balamga mulozimdan tayyorlikka, shu balam amroq tamoqga ham shunga mulozimdan buyuryapman men. Programdan tushganlikda avvalaga ag'ashmasam bo'ldi. Endi buni shu mant pishqicha men tayyor qilay. Mana bu noyatli. Bu mantini kim yer? Hozir mant pishdi mana. Siz mantini usiysiz. Men o'zimning rampisini tayyor qilaman. Qaynoq suvni qo'yib 3 minutdan 5 minutgacha yumishtirib olgandan keyin rampis cho'p yumshagandan keyin mana bu tayyor tayyorlarni sepib iste'mol qilsak bo'ldi, ha? Pishdi. Mana qaranglar, ha, temiz tushib ketmaydi deganimga sabab shu. Mana qiymas tushib ketmaydi. Shunda sho'rpliq pishib ketsa, lekin ma jilti ulab ketdi, shunga qiymasi tushib ketib qoldi. Xo'sh, qadrli ko'rurman do'stlar, mana Qasimjon ustamning qo'li bilan tayyorlangan Peter mantimi tayyor bo'ldi. Undaqda bu tamoqimizni tetib berishga biz shu davlatlik ro'yxatga ilingan nopusliq oshpazlar peshvosi ham mamlakatlik tam tetig'uchi 2021-yillik shu oltin oshpaz mukofotining sohibi Shuhrat Xoliq ustozni taklif qilgan bo'lsak, qani marhamat. O'xshagan tamoq bilan sizni saqlab turdim. Oldi bilan ko'rurmanlarga bir salomingizni yo'llab o'tamsiz. Salom, ekran oldida ko'rurmanlar. Men oshpaz do'stimlar Shuhrat Xoliq. Xo'sh, unda Shuhrat malim bugun shu Qasimjon ustam bizga nihoyat o'xshagan, chiroyli bo'lgan Petermant, ya'ni go'shtli Petermant tayyor qildi. Undaqda oldi bilan shu Petermant so'yib kelishdan avval bir tetib, undan keyin qolgan gapni baranşamdiq. Bo'ladi singlim. Bu Petermantning sirtqi ko'rinishlaridan, sirtqi shakldan intayin bir yaxshi bo'lganligi chiqib turdi. Oldi bilan buni bir tetib ko'raydi. Hem cihatidan birinchisi jildninki o'zida bo'lgan, ya'ni jildga xos bo'lgan, bo'libmi Petermantning jildiga xos bo'lgan. Buning tuzi intayin muvofiq bo'lgan. Hamda bu Petermant qanday tamoq degan vaqtida rayonimizning intayin bir aloyligi va oziqlik qimmati texmi yuqori bo'lgan bir tamoq. Asos jihatidan bo'libmi Janubiy Shinjonglarda intayin obdan qiladi. Bo'libmi Qashqarni markaz qilgan Janubiy Shinjongniki Fayzovat noyisida. Intayin yaxshi bo'ldi. U yerdami bu tamoqni voyaga yetkazib qilgan hunarvanlarimiz bor. Bugungi mush Petermantga mening kasbiy jihatdan umum jihatdan bergan barim yaxshi baho berma. Chunki bu Petermantmi bugungi o'z navbatida intayin yaxshi bo'ldi. Ekran oldidagi har qaysi kasbdoshlar, oiladagilarimizmi
Bugünkidek, şu Petermantidek ayılda qilib baqsanglar bo'ladi. Endi Qosimjonninki o'zining dori-darmok do'konlari va intayin bir yaxshi dori-darmoklar bilan butun Şinjandagi shu kerakli bo'lgan kasbdoshlarga o'zininki qo'lidan kelishicha o'zining tirishchanligi orqali shu dori-darmoklar bilan ta'minlab beryotdi. Bir tirishayotgan yaxshi oshpaz ukamiz. Buningdan kasbiy hayotning ham yaxshi bo'lsin. Rahmat, Shuhrat ustoz. Rahmat. Qosimjon ustam, sizga mo rahmat. Vaqtning ichidan vaqt chiqarib programmamizga qatnashib, mana shunday o'xshagan tamoqni ko'rurmanlar sundingiz. Xo'sh, qadrli ko'rurman do'stlar, programmamizning bu sani vaqt munosabati bilan bu yerda oxirlashdik. Kelarki programmamizda yana qaysi ustam bizga qaysi xil esil tamoqni etishni o'rgatadigan deb kelarki programmamizga ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.